Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana yangi taqvo tandir kolbasamiz yana chiqib qoldi. Mana hozir shamollatyapmiz. Zakaslar mana tayyor bo'lib mana yorilib ketgan ichaklari. Ho'kizni go'shti, qo'yni dumbasi, sumbul, zanjabil, ziravorlar bilan mana tog'da archalari mana shunday ko'rinib turibdi. Albatta tog'da archalarini yuziga sepamiz. O'shanda shiralari shunday archani shiralari tandir kolbasamizga urib qoladi. Juda bamaza bo'ladi. Mana hozir mana uzunasiga hammasini taxlab chiqdikki, mana shunday xuddi shashlikni siqdek qilib turib, mana shunday uzunasiga hammasini taxlab chiqamiz. Mana zakaslarimizni mana qip-qizil bo'lib chiqqan o'zi mana qarsillab murojaat qiluvchilar bo'lsa bemalol 94 331 57 27 raqamiga qilaverasizlar. Sumbul, zanjabil, ziravorlar qo'shganmiz. Sumbulli, zanjabil bu imbir. Zanjabilni, sumbulni o'zini og'ziga solib yeyman desangiz juda achchiq, taqir shunday bir giyohki, tabobat bilan shug'ullanuvchilar juda yaxshi biladi. Jigar sistemasiga, midaga, oshqozon, jigar hamma faoliyatiga juda ham immunitetni ko'taradi. Qonni shunday bir yaxshi bir ko'pchitishga sababchi bo'ladi. Qisqasi hammasi tog'ni ziravorlari. Bunga bironta bir qo'shimcha narsa qo'shganimiz yo'q. O'zimizda hammasi tabiiy. Ho'kizni go'shtini qop-qora lahmini olamizda, qo'yni dumbalarini qo'shib qilamiz. Hammani Alloh taolo iymonni salomat qilsin. Ro'zg'orlariga baraka, xayrlar yog'dirsin. Kim yaxshi niyatlar qilsa, Alloh taolaning farishtalari o'zingga ham deb turar ekan. Yaxshi niyat qiluvchilarga biz ham yaxshi niyatlar tilaymiz. Alloh iymonlarini salomat qilsin. Mana hammasini ko'rsatyapman mana. Ana shunday qip-qizil bo'lib mana yorilib ketgan ichaklarimiz. Yurtimiz tinch, sokin bo'laversin. Hammaning ro'zg'orlariga barakotlar bo'laversin. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Yana eslatib o'taman, 94 331 57 27 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmaysizlar.